Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom innalloha yuhibbu kulla abdin muhtarifin. Mana sahih hadis. Alloh taolo har qanaqangi hamma hunarmand bandasini Alloh yaxshi ko'radilar. Qo'lidan bir ish keladigan bandagi Xudo yaxshi ko'radi u bandani. Nimaga? Chunki o'sha qo'lidan bir ish kelsa, bir hunari bo'lsa, bitta yaka bo'ldi bir-biriga qatirib, bitta nima bir boshiga tashvish tushgan musulmonni og'irini yengil qiladi-da. Jamiyatga foydasi bor-da u insonda. Insonlarning og'irini uzoq qiladi, og'irini uzog'ini yaqin qiladi, og'irini yengil qiladi-da. Yoshlarimiz, yigitlarimiz vaqtingizni behuda o'tkazmang. Telefondagi har xil bema'ni beta'sir videolar ko'rgungacha bir kitobni olib o'qing. Bitta hunarni o'rganing azizlar. Yo'lingizdan chiqqan, oldingizdan chiqqan hunar borki o'rganib ketavering. Yigit kishiga 40 hunar ozdi bekorga aytishmaydi.